Eli Xalq radio stansiyasi bu kecha siz tanho emas programmasining riyosatchisi Xalmurat Manab 2020 yili 5 avgust vafot bo'ldi. Egilinishcha talantliq va el so'ygan riyosatchi Xalmurat Manab 2 yil Xitoyning yig'ilish lagerida yetib 2019 yil chiqqan. Keyincha uning qizli o'nkash kasali bilan davolanayotganligi haqida to'rlarda gaplar tarqalgan. U o'tgan oyda do'stlariga yozgan bir maktubda xizmatdoshlari va do'stlarining uning undidori orqali uchur avatganligi va yo'qlab borganligini, lekin o'zining davolanish sababli ular bilan ko'risholmaganligini aytgan. Uning kasalining yig'ilish lagerida tutib turilishi bilan munosabatlik ekanligi ilgari surilmoqda. Uning vafoti vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarni cho'nqur qayg'uga soldi. Marhumga Allohdan rahmat tilaymiz. Xitoy tarafidan qo'lga ilingan va izdirga bo'lmagan Uyg'ur model sirtqa oshkorlangan bir qisqa video orqali Xitoy yig'ilish lagerlarining ahvolini fosh qildi. Bu yilning beshida sababsiz qo'lga ilingan Mardon G'appar Xitoy yig'ilish lagerida tortilgan 4 minutlik bir videoni tuqqanlar orqali sirtqa oshkorladi. Sin ko'rinishida ustidagi kirpishib ketgan kiyim, ishib ketgan putlari va sol qo'lini karvatga tengib selib qo'ygan ko'yza diqqat tortdi. Mardonning tuqqanlari orqali BBC'ga yetkazilgan bu qisqa sin ko'rinishi va bir qancha qisqa uchur Xitoyning qattiq qamal qilingan va sirliq yig'ilish lagerlari haqidagi qimmatli hujjatga aylandi. O undidori orqali yo'llagan uchurda o'zining dastlabda Kucha soqchi idorasida tutib turilganligini va bu jarayonda so'roq ishxonalaridan nola faryodlarni anglaganligini yozgan. Mardonning oilasi 5 oydan buyon uning izdirkini qila olmagan. Ular bu sin ko'rinishini oshkorlasa Mardonning texmi og'ir jazolanishga sabab bo'ladiganligini bilib turib, uni yanala BBC muxbirlariga avatgan. Ular buning Mardonni qutqizish va millionlagan Uyg'ur duch kelgan masalaga diqqat tortish uchun oxirgi umid ekanligini aytdi. G'arb dunyosida o'zining inglizcha naqshlari bilan muayyan ta'sir qo'zg'ayotgan shvetsiyalik naqshchi Zara Larsson 4 avgust kuni o'zining Huawei shirkati bilan bo'lgan to'xtamni bekor qilayotganligini jakarlab, Xitoy men o'ylagandek yaxshi mamlakat emas ekan dedi. Zara muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda, men Xitoy hukumati hozir qilayotgan ishlarni qabul qila olmadim. Shunga men Uyg'urlar va Hong Kong masalasini qo'llayman degan. Shuningdek, Huawei shirkati bilan tuzgan to'xtamni amaliyotda bu yil aprelda bekor qilayotganligini bildirgan. Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va qozoqlarga qaratgan bostirish siyosatiga norozilik bildirgan bir qozoq faoliyatchiga qamoq jazosi berildi. Qozog'istonda Xitoyga qarshi namoyishga qatnashganlarning soni ko'payayotgan bir paytda faoliyatchi Serik Azibay 15 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xitoyning Almutadagi konsulxonasi oldida namoyish qilish orqali Xitoy bosh elchisini qo'g'lab chiqarishni talab qilgan Azibay qonunsiz harakat qilish bilan ayblangan. Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisi Jang Shao Xitoyning Sharqi Turkiston siyosatini qattiq oqlab, Qozog'iston xalqining noroziligining kuchayishiga sabab bo'lgan. Amerika va Xitoy ikki davlat orasida jiddiychiliklar kun sayin kuchayayotgan bir paytda birinchi bosqichliq savdo kelishimini qaytadan baholab chiqishni planlagan. Bloomberg agentligining bu temaga yaqin manbalarni naql qilib bergan xabarda aytilishicha, yaqindan buyon Amerika va Xitoy orasida kuchayayotgan jiddiychiliklarga qarata har ikki davlatning yuqori darajalik vakillari birinchi bosqichliq savdo kelishimiga qaytadan qarab chiqishni planlagan. Egilinishcha, Amerika savdo vakili Lighthizer va Xitoy muavin bosh ministri Liu He boshchiligida elib berilgan birinchi bosqichliq savdo kelishimi haqidagi suhbat bu kelishim kuchga ega bo'lganligiga dal yarim yil bo'lganda, ya'ni 15 avgust elib berildi ekan. Oqsaroy va Amerika savdo vakili bu haqdagi savollarga javob berishni rad qilgan. Lekin bu haqdagi xabar Wall Street jurnalida e'lon qilingan. Amerika prezidenti Trump bundan burun Wuhan koronavirusning tarqalishida o'ynagan roli sababli Xitoy bilan tuzgan kelishimning o'zi uchun burunqidek ahamiyati qolmaganligini aytgan.